Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun biz sizlar bilan Oltiariq tumani Axborot kutubxona markazining bir kunlik ish faoliyati bilan tanishib chiqamiz. Qani marhamat. Bu bo'lim axborot bibliografiya xizmati xonasi. Marhamat. Bu bo'limda o'lkaga oid materiallar kartotekasi tuziladi va matbuot salnomasi tayyorlanadi. Unikat dasturiga gazeta va jurnallar elektron katalogi tuziladi. Keyingi bo'limimiz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati xonasi. Ushbu bo'limda kitobxonlarga qulaylik yaratish maqsadida kutubxonadagi barcha adabiyotlar raqamlashtiriladi. Keyingi bo'limimiz fondlarni to'ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati xonasi. Bu bo'limning vazifasi axborot kutubxona fondlarini jamlash, saqlash, turli ko'rinishdagi kartochkali va elektron kataloglar tashkil qilish va yuritish. Keyingi bo'limimiz abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati xonasi. Ushbu bo'limda xizmat rahbari va xodimlari belgilangan reja asosida ish olib borishmoqda. Foydalanuvchilarga qulay shart-sharoit yaratilgan. Har doimgidek ularga xushmuomalada bo'lib, ular qidirgan adabiyotlar yetkazilmoqda. Endi sizlarni o'quv zali xonamiz bilan tanishtiraman. O'quv zali xonasi eng chiroyli xonalardan biridir. Bu xonaga kirgan kitobxon har faslning nafasini his qiladi. O'quv zalida foydalanuvchilarga madaniy bilim olishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. O'quv zalida kitob rasmli ko'rgazmalar, yangi nashrlar, ensiklopediyalar, siyosiy adabiyotlar saqlanadi. Kitobxonlar ushbu adabiyotlardan shu yerda foydalanishlari mumkin. Shuning bilan Oltiariq tumani axborot kutubxona markazining bir kunlik ish faoliyati haqida qisqacha tanishib oldingiz. Aziz kitobxonlar, sizni kutubxonamizda kutib qolamiz.